Assalomu alaykum. Bizning ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarimiz, kanalimiz obunachilari va kanaldagi mehmonlar. Xudo xolasa, hurmatli obunachilarimiz, videoda boshidan aytib o'taylik. Kanalimizda mehmonimiz xudo xolasa obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Mana bunday chiroyli variantlardan kunlik ma'lumotlarni xabardor bo'lib turasizlar. Xudo xolasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Ro'shanbek do'stimiz xonadonlarga tashrif berdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu yerda sonlari o'zlariga yarasha chiroyli bo'g'oz, qisir va xunoji variantlardan sizlar uchun ilindik. Albatta video yoqsa bittadan like, komment yozib qo'yasizlar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugungi sanamiz 2026-yil 24-yanvar sanasi turibmiz. Haftani shanba kuni, avvalo hamma kuni xayrli bo'lsin. Hurmatli obunachilarimiz, bo'lmasam bir boshqatdan bir qator ko'rsatib o'tamiz va Ro'shanbekdan ma'lumotlarni olaveramiz. Obunachilarimiz, chiroylab joylashib, yoningizga bir piyola issiq choyni qo'yib oling. Havolar sovuq bo'lib turibdi. Bozorlarga chiqib to'g'risi sovuqlarda qolmaysizlar degan umiddaman. Nimaki, mana bunda chiroyli variantlar bo'ladigan bo'lsa, bitta qo'ng'iroq bilan uyingizga yetib boraveradi. Obunachilarimiz bo'lmasa, mana bir qator ko'rsatib o'tdik. Ro'shanbekdan ma'lumotlarni olamiz. Yerda ish sog'lik salomatligi va shu aytganimizdek dastlabki xizmatlari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Kamoljon. Sizmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamay. Yetib oldingizmi? Assalomu alaykum Kamoljon o'z kanalining ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa like deb bosganimda yozib turolsa, xudo xolasa mollar zo'rdan kelgan, xudo xolasa yengil ham bo'ladi bugun. Bugun bozordan yengil qo'yaman Kamoljon. Bozordan yengil bo'ladi. Bo'g'oz denga bo'g'oz, qisir denga qisir, xunojin denga xunojin, novasi ham bor mana. Assortiment bugunga. Xudo xolasa, ha. Assortiment bo'ladi. 3 xil turli assortimentlarimiz bor ekan. Albatta. Ro'shanbek sirazi keldi, mana bu e'tiborimni tortdi. Bu oy kuni yaqin shekilli, ha? Yaqin 5-10 kunligi bor, xudo xolasa. Yap, xudo xolasa egizakchiga ham o'xshab ketyapti inshaalloh. Buni mumkin bo'lmaydi, xudo xolasa. Xo'p, birinchisi mashinadan kattadan ketaveramiz, ha? Boshlaylar, mana xudo xolasa. 7 oy to'lib 8-oyga o'tganlar bor. O'ta yuvosh birinchisiga xunojin. Hosillarni ham ko'rsating mana. Yaqinroq ko'rsataman. Sizda o'sha aytganingiz sho'x molni o'zi bo'lmaydi, ha? Bunlar kelsa 127 ga olishaveradi bo'ylarini, ha? Buru 27 ga olasiz. 127. 30 ham chiqadi asli. 127 ga olishaversin. Narxiga kelsa 25 million narx qo'yamiz. 25 million so'm? 25 million so'm. Savdosi bor. Albatta, ozginasini yetib o'tib beramiz. Mana bu yerda mana. Birinchisiga bo'g'oz bor. Mana Alloh deganlariga mana. Bakam xunojillar, yani birinchisiga bo'g'oz. Ey, Mana hosillarni qo'lni bering, mana o'tadi qani, o'tib qo'yamiz. Ha, uni obunachilaringiz o'tib beraman uni, obunachilarni. 25 deb tur, 25 deb ketavermaydi-da, mana 24 ga nima deysiz? Yo'q, unaqa tushmaydi, qari. Ey, O'z yengil qo'yaman bozordan Ha, dedim. bo'pti, yengil qo'yasiz. Aytdim sizga. hop, mana shu birinchisiga 500 ming o'tib bera olmaysizmi? Qo'lni bering. O'zlariga o'tib beraman. Yo, O'zlariga o'zlariga chiroyli qilib o'tib beraman. Menga o'tib bering. 24,5 ga. Naqdi sekin aytib ketyapsiz, buni savdosini kim qiladi? Kim o'tib beradi? Obunachilar nimaga like bosishyapti? Yo'q vallah. Yo, gap yo'q, molimiz yo'qdi. Endi narxini ham maqtayapti. Mollarni qarang. Olib boravdan qarang. Hosillarni ham oling buni, yaqinroqdan kelib olavering hosillarni. Xudo xolasa o'ta yaqin. Gap yo'q, xudo xolasa. O'ta yaqin. Vaqti bo'ylari 20 chiqadi, 18 ga olishaversin, ha? Bo'ldi. 18. Orqadan xudo xolasa ko'rinishi, hurmatli kuzatuvchilarimiz, chiroyli. Buni narxi Kelishgan. ham yengil qo'yib beraman. Birinchisigami bu bo'g'ozligi? Kuragi 2 dona. Kuragi mana yaqinda chiqqan ekan, shu 2 dona ekan. 2 dona. O'ta arzon qo'yib beraman shu molni. Bo'ldi, qani. 22 million 500 mingga hayrikami bor. 22 million 500 ming. 22 ga hayrikami bordi. Mana orqasini yengil qil. Yemek bitadi. Ey, Qaysi kanalda ko'ryapsiz? Mana bunaqa narx qo'ygan. Siz kanalingiz eng arzon. bo'pti, o'sha obunachilar like bosyapti. Like arzini xudo xolasa. Like bosgan teraga yaxshi sizlarni qiyoqsizlar yozib qo'ysa bo'ldi. 22 ga hayri bor. 22 million men hayrini qilib beraman. Yaxshi staji bor, shopirlar bor, mashina ehtiyotlab olib boradi qani. Albatta bor, shopirlar seroq, xudo xolasa. Oy kuni yaqin ekan, xudo xolasa buning uchun iloji boricha nima deydi? Yumshoqroq mashina deb ketaverish kerak. Albatta. Chiroyli qilib boramiz, ko'ngil to'q bo'lsin. Bo'ldi, gap yo'q. Havoda qabunachilarni chiroyli qilib boramiz. Mana bu yerda ham 2 kurak bag'am. Bu panda polvonni o'sha jiyan piyalladi, nimasida bir qarindoshlar yeri boshi keladi. Hosillarni ko'rsating buni ham.
Buni ham aslan yaqinroq ko'rsataverim. Yuvashligiga mana ahamiyat beraverasizlar. Kurak 2 dona. Mana bu ham gul qalampirga o'xshaydi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz. 2 dona kuraklari ham. Buni bo'ylarini 120 ga beramiz. 120. 120 puli sasigayi 120 ga beraylik. Kuragi ikkita. Kuragi 2 dona. Faqat bugun yashlarni terib qo'yibsiz. Ishlar terganda qolsin. Bu 5 oylik bo'g'ozlar. 5 oylab. Qo'lga hozir keladimi, kelmaydimi? Yo'q, kelmaydi. Kelmaydi. Lekin javob, ha? Ha, javob. O'zisi ham bor. O'zisi kerak bo'lsa, o'zisi bor. Bo'ldi. Obunachilar xotirjam, hop, garantiyasi bor ekan. Uyingizga borgandan keyin ham doktorga ko'rsatib, bo'g'ozligini 100% nima qilib tekshirtirib olaverasizlar. Tekshirtirib olishaveradi. Pullar kelsa 22 millionga yerini kamini chiroyli o'tib beraman. Yo'qolligini ham ko'ring ma'qul. 21 deganim yo'l yoppanmi? Unaqa hey, nima oldinjan? Xudo xolasa obunachilaringizga 22 ga qancha? Bo'pti, qo'lni bering. Kommentariyga yozib qo'ysa bo'ldi, chiroyli qilib. Bo'pti, ha şeyni o'zida mana menga o'tib bering. Bo'ldi, 200 ming so'm o'tdim sizga bo'pti mana. 400 ming o'tib berasiz. Ya, uni olib bermang, Kamoljon. O'zi 600 o'tib ga, beryapti. 21 600 ga. Mana ko'ryapsiz, urush beryapti. Ketdimi? Xolasa, bor barak. 21 million 600 ming so'mga xudo xolasa savdosi bormi? Bor albatta. Savdosi bor. Albatta savdosi bor. Mana shvedlarimizdan ko'rsatdim endi. Mana shved. Toza shved istagan, hop, YouTube tarmoqlarini kuzatib shved olaman. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz albatta. Ha, bo'g'ozidan olaman degan aka-ukalarimiz diqqatiga. Asmo ikkovi bir-biriga yomon par ekan. Buni hali kurak ichishi ham chiqmagan, hali bo'zak. Hop. Real ma'si ishonchingiz bormi shuni ochib ko'rsatishga? Voy, ana u endi chiqaryapti-ku. Mana. Ko'rdingmi, sen chiqarvermagan, endi chiqaryapti ikkinchi kuragini. Gap yo'q. Tinglamadi, endi yoribdi. Ha, men haqiqatan men o'zim ham ko'rdim, yarmi chiqdi ekala shu kurakda. Yarmi chiqqan. 5 oylik. Ha, bu ham. Bak, 2 oyliklar bor. Ha, nariga. Ha, nariga 5 oylik men chalkashtiryapti. 2 oyliklar. Bu 2 oylik, bunga ham javob, ha? Bunga ham javob o'zisi bor bular. Mollarda o'zisi bor. Tashaban berilaveradi. Albatta tasha beramiz-da. Bo'yi 1.25 ga beramiz. Bo'yi 1.25. Ama 1.25 1.25 mol ham chekan ham olmas ekan. Hurmatli obunachilar, albatta biz bo'yiga nimasiga emas, molni maqtamaylik, shu pulini maqtaylik, olgan odam mazza qilsin. Albatta, puli o'ta yengil bo'ladi bugun dedimmi? Haqiqatan yengil bo'ladi. Obunachilar like deb bas, kommentar yozib qo'ysa bo'ldi. Gapni ochig'i. Qancha qo'yamiz buni? Buni 20 million narx qo'yib beraman mana. 20 million. 20 millionga Mana. qo'l bering. Ema so'rash yo'q ama. Yo'q. O'ta shvedlar bilan sen hech pul turishini o'zi narxida. Yo'q. 20 ga emas, 19 ga berasiz. Yo'q, unaqa tushmaydi. 1 million. Mol ikkosini bo'pti. Ikkosini ayting. Mana shu bir jup bo'g'oz olaman deganlarga. Monosini ham ayting, narxini. Bo'yi nechi buni? Buni ham 1.25 plyus. Hop. 1.25 plyus. Bu var bitta tuqqanlar. Aha. Kuraklari 6 ta. 6 ta. 6 ta kuraklari. Pullari. Jup qo'yaylarmi Ha, ikkalasini? jup qo'yingchi. Jupiga tortishmasam siz ko'p ko'rinib ketyapsiz sizga. Jupiga berishaveradi. Jupiga berilsin. Ver, zagrizga qo'ying. Bo'ldi, zagirsa qo'laya. Ey, jupimi? Ha, 39 berishadi jupiga yana. 38 ga ketdimi? Ha, jahon oldi berma. 39 ga 38 ga jup bo'lyapti. Surishtirsa maynaqa mollar beradimi? 1.30 chiqar mana shuni bo'yiga. Sizga 1.25 deyapti. Xolos, mol kishini ham olmas. Bo'pti. Xursandchilik bilan. Bo'p 500 ming o'tib beraman. Bor bor 250 mingdan. Lekin olamizlar bo'ldi. Ya be, o'shanda mana bu 250 ming tushyapti, bunisi 250 ming tushyapti. Buni 19 million 750 ming bilan 19 million 700 ming qo'yaylik buni. To'g'rimi? Yakkalab olaman degan obunachilarimizga. Mana bu 19 million 700 ming so'm yana savdosi bor. Bor albatta. Qilib beraman. Gap yo'q. Obunachilaringizga beraman. Mana bak qisirlar. Umuman hech bola yo'q. Yo'q. Yo'q hisob. Buni tekshirmaganmiz biz. Yo'q. Bizga yo'q qilib beraylik. Ha, bo'ldi. Agar hurmatli kuzatuvchilarimiz bo'g'oz chiqib bo'ladigan bo'lsa juda ham nima deydi, ha, baxtli inson bo'lasiz. Demakki, Bo'ylari 1.30 chiqadi.
Şeyda molladan eng uzuni mana shu ko'rinyapti ko'zimga. 2 litr suti bor. 2 litr suti bor. Suti bor 2 litr. Kuragini ishtadingiz? Kurak 8 kuragini. 8 kurak. Qilich. Ko'rsatgan qo'ramda, ko'rsatib qo'ysangiz qilich. Korpuslarni ham ko'ring. Ideal holatda. Hamma yo'g'i kelishgan o'sha joyida. Puli ham yengil. Gap bo'lishi mumkin emas. Puli ham yengil. 16 million 500 mingga mana. Bor baraka. 16 million 500 mingga albatta. Gap yo'q, xudo xolasa. Mana. Tortishmayman. Bilan kamtariga Bo'ldi. olib Na, zo'r. Tortishmayman. Tortishada qanaqa aytganingiz ham yo'q. Gap yo'q, xudo xolasa 16 million 500 mingga mana bunda savlatli molimiz. Mana. Yana savdosi bormi? Albatta. Albatta. Gap. Savdosini chiroyli qilib o'tib beramiz. Yana ham o'tib beramiz. Bo'ylarni yana bitta qaytarib o'tib keting. 1.30 ga. 30 chiqadi. Gap yo'q. Mana xunojinimiz bor endi, bir jip. Mana xunojindan korpuslarni ko'ring, ostilarni ham girbet bor. Hibrid. Albatta. Tuyoqlari ham mana. Tuyoqlari ham zo'r. Baxti bo'yi 120 ga ostilarni ko'rsatgan sovunlarni ham. Sigir qolaman degan ko'kalarimizga xudo xolasa mana. Вообще zo'r. Mana ko'rsatib oldi ham, keti ham zo'r moldi. Bo'yi nechiga beramiz? Yami? 20 ga beramiz. 120 ga. Bo'yi 120. Pullari. Pulini 14 million 500 mingga ketaverdi bu ham. Aj 500 deb tashlaylik. Ya unda umma qoladi. Ya Ro'shanbek kim? Qo'lni bering, deb tashlaylik. Tushmay qoladi. 14 ga, tekisga. Yo 14 million 500, 15 million deganda gapni ochiqda. Bo'pti, Kanalingiz yo'q. yangi chiqarib uchun bo'lyapti. Narx shunday ham arzon bo'lyapti, lekin 500 500 ming o'tib beraman, boshqa gap yo'q. Boshqa gap yo'q. 300 ming. Yo, 200 ming. 15 ga 2 ga. Ketdimi? Ketdi bor. Savdosi bor. Bor savdosi. Bo'ldi. 15 million 200 ming so'mga yana savdosi bor. Bor savdosi. Mana yana bitta bonusidan beraman mana. Ko'ring baxti ham. Mana ko'rsating buni ochimda ham. Bo'ylari. 1.15 ga olsin bo'ylarini mana. 1.15. Yerda bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Umuman pardoz andoz qilinmagan. Mana shunday dehqonniki, Albatta dehqon nima oldi? dehqonni moli hech qanday mana o'smasi qo'yilmagan. Shved. Shved. Boshlarni bir qator ko'rsatib o'taylik. Buni ko'rsating molni. Oxir va keladigan bo'lsa mana to'nni uborka qilib qo'yishgan hammasi. Yemoq ichmoq вообще zo'r. Nech pul qo'yib beramiz buni? Buni o'ta yengil qo'yib beraylikmi? Bo'lsa obunachilaringiz bo'lsin, ha? Gap yo'q. Like bilan kamtarak otangga rahmat deb qo'ysa bo'ldi. 12 million so'm pul qo'yib beraman mana shunga. Mana 12 million so'm. Heyri kami bor mana. Qo'lni bering. Heyri kami bor mana. Tortishmay mashina bu. Xudo xolasa, Allohdan baraka topsin. 12 million so'mga mana. Mana bo'lsa obunachilaringiz bo'lsin. Shu bugun bozorda arzon qo'yaman dedim, arzon bo'ladi. Gap Mana yo'q. bitta novasimiz ham bor mana. Bo'lyapti mana aytishmay haliga tortishmaydan qanaqa qilib aytingchi. Bo'ldi, tortishmaydan qilib aytaman buni. 16 millionga bor baraka mana. Bo'yi necha? 120 ga olsin bo'yini. Yo'q, yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu yerda aytilgan narxlar kimgadir tushib, asli hammamizga tushdi deb umid qilaman. Nimaki, juda ham arzon bo'ldi. O'ta yengil qo'yib beraman, demi? O'ta yengil bo'ladi bizda. Yo'q, yo'q. Mana shu aytilgan narxlar hammasi savdo uchun albatta. Yana kesib qo'yilgani yo'q, savdosi bor. Xudo xolasa, like deb bosib, mana shu Ravshanbek do'stimizga chiqsalaring. Chiroyli otangga rahmat deb qo'ysa bo'ldi, yana ham zo'rlardan chiqaraveramiz. Charchashcha chiqarilmaydi. To'g'ri kommentariyaga yozib, like deb bosib tursa bo'ldi. Kanalingiz yangi, rivojlanish uchun bo'lyapti bari hammasi. Gap yo'q. Obunachilarimiz qo'llab-quvvatlasa bo'ldi. Ha, obunachilar like deb bosib, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turishibdi. Mana shunda yengil yerlardan chiqaraveramiz. Mana qisir deysizmi, bo'g'oz deysizmi, xunojin deysizmi, buqa deysizmi, assortimentlarni mana terib qo'ydik. Xudo xolasa, hurmatli obunachilarimiz, videomiz kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Hammani umriga, rizqiga Alloh barakasini bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Ravshanbekni quyidagi nomerlarni qoldiramiz. Aloqa chiqib, xudo xolasa, mana shunday arzon variantlarni ulgurib qoling.